Autizm RAS tashxisida ilik ko'chirib o'tkazish, ya'ni пересадка стволовой kletkani o'tkazgan va natija olganlar bormi dedingiz? Marhamat, tomosha qiling. Men O'zbekistonning Buxoro shahridanman. Autizm kasalligi haqida biz umuman bilmagan edik, toki o'g'limni doktorga olib borganimda ushbu diagnoz qo'yilganda biz avvalo autizm nimaligini tushunmaganmiz. Men bilgan taqdirimda ham, lekin oila a'zolarim bu narsa nimaligini tushuna olishmadi. Ular o'ylashdiki, 2-3 oylik logoped terapiyasidan keyin, bir nechta ukollardan keyin u o'z holiga qaytadi deb. Ammo men buni dunyoning turli mintaqalaridan kuzatayotgan narsa, sizga aytmoqchi bo'lgan narsam shuki, autizm bu nuqta emas. Bu aksincha boshlanish. Faqat umidni yo'qotmang va bu umidni amalga oshishida sizning yuraging klinikasi, doktor Alok Sharman, Miss Nandini va boshqa ajoyib shifokorlar yordamchi bo'lishadi. Hammalarga rahmat deb qolaman. Bundan 3 yil oldin men O'zbekistonning Buxoro shahridanman. Bir necha yillar oldin o'g'limda autizm kasalligi borligini eshitib qoldim va Toshkentdagi BMP klinikasida davolanishni boshladik va aynan o'sha damda Miss Nandini ushbu klinikaga keldilar va nevrogen klinikasi haqida juda ko'p ma'lumotlar berdilar bizga. Shundan so'ng bir oy o'tib men bolamni olib Hindistonga, aynan nevrogen klinikasiga tashrif buyurdim. Avvaliga u 1,5 yoshgacha, 2 yoshgacha yaxshi rivojlandi, boshqa bolalarga o'xshab. Unda hamma narsa o'z joyida edi, ammo vaqt o'tishi bilan uning tengdoshlaridan orqada qolayotganini his qildim. Unda nutq chiqishi bilan, o'zini tutishi bilan bo'lgan muammolarni sezib qoldim. Shundan keyin uni doktorga olib borganimda unda autistik xarakter bor deb aytishdi avvaliga va bir necha oydan so'ng autizm degan tashxisni qo'yishdi. Aytganimdek, BMP klinikasiga tashrif buyurganimizda u ham nevrologik bolalarni davolaydigan klinika bo'lib, u yerga borganimizda Miss Nandini keldilar va nevrogen klinikasi haqida bizga ma'lumot berdilar. Shu bilan birga meni bolamni ham tekshiruvdan o'tkazib, unda umid borligini, agarda stem cell terapiya qilinganda unda ham yaxshi ijobiy natijalar kuzatilishi mumkinligini bizga aytdilar. Avvalo juda ham qo'rqib nevrogenga tashrif buyurdik, chunki shubhalar ostida edik. Har qanday yangi narsa insonda shubha tug'diradi, ammo kelganimizdan keyin birinchi amaliyotni stem cell terapiyani olganimizdan keyin birinchi yilning o'zidayoq o'g'limda yaxshi natijalarni kuzatdim. U bundan oldin juda ham ko'p kasal bo'lgan. Masalan, haftada 7 kun bo'ladigan bo'lsa, 3-4 kunni temperaturada o'tkazardi. Va mana shu birinchi stem cell terapiyadan keyin u hech qanday kasallikni boshidan o'tkazmadi 1 yil davomida. Hech qanaqa isitma, hech qanaqa kasallik, hech qanday injiqlik yo'q edi. Uning immuniteti juda yaxshi 1 yil davomida rivojlandi. So'ng biz bu yaxshi natijalarni ko'rganimizdan keyin ikkinchi marta tashrif buyurishga qaror qildik. Ikkinchi marta ham 1 yil o'tgandan so'ng ikkinchi marta stem cell terapiyaga tashrif buyurdik va ikkinchi martadan olgan natijamiz bu uning tushunchasini ortgani bo'ldi. Avvaliga u xuddi dunyoda yagona o'zi bordek o'zini his qilar. Biz nimadir gapirsak yoki nimadir unga aytmoqchi bo'lganimizda umuman hech narsani tushunmas edi. Ammo ikkinchi stem cell terapiyadan keyin unda tushunish juda yaxshi darajada rivojlandi. Hozirda esa 3-amaliyotga tashrif buyurdik va umid qilamanki, mana shu 3-amaliyotdan so'ng meni o'g'limda nutq paydo bo'ladi. Autizm kasalligi haqida biz umuman bilmagan edik, toki o'g'limni doktorga olib borganimda ushbu diagnoz qo'yilganda biz avvalo autizm nimaligini tushunmaganmiz. Men bilgan taqdirimda ham, lekin oila a'zolarim bu narsa nimaligini tushuna olishmadi. Ular o'ylashdiki, 2-3 oylik logoped terapiyasidan keyin, bir nechta ukollardan keyin u o'z holiga qaytadi deb. Ammo men buni doktor ushbu tashxisni qo'ymasdan oldin ham bilar edim va men uchun bu juda ham qattiq stress bo'ldi. 3 oy davomida o'zimga kelmadim. O'zimni qo'lga olishim juda ham qiyin bo'ldi, ammo 3 oy o'tgach umid bor, harakat qilishim kerak deya ish boshladim. Albatta Buxorodagi nevrologlar ham menga to'g'ri yo'l ko'rsatishdi, ammo ular bilan qoniqmagan holda o'zim ham boshqa resurslarni, boshqa manbalarni izlay boshladim, davolash markazlarini, boshqa international davolash usullarini qidira boshladim va Toshkentdagi boshqa klinikaga tashrif buyurdik va o'sha yerdagi doktorimiz bilan maslahatlashgan holda mana shu nevrogen klinikasiga birga keldik. Hattoki Toshkentdagi doktorim ham men bilan keldilar. Ammo bu juda ham qiyin. Har bir ona uchun bolasining kasalligini bilish, ayniqsa doktor tomonidan u tuzalishi qiyin degan gapni eshitish juda ham qiyin, ammo bu umidni yo'qotish kerak degan emas. Odam doim harakat qilish kerak. Albatta natija bo'ladi, xuddi menga o'xshab. Yana shuni aytmoqchimanki, aziz onalar, balki siz meni O'zbekistondan kuzatayotgandirsiz yoki boshqa dunyoning turli mintaqalaridan kuzatayotgandirsiz, sizga aytmoqchi bo'lgan narsam shuki, autizm bu nuqta emas. Bu aksincha boshlanish. Faqat umidni yo'qotmang va bu umidni amalga oshishida sizning nevrogen klinikasi, doktor Alok Sharman, Miss Nandini va boshqa ajoyib shifokorlar yordamchi bo'lishadi. Hammalarga rahmat deb qolaman.
Azizlar, videoni ko'rgan bo'lsangiz, agar sizda savollar tug'ilayotgan bo'lsa yoki Hindistonga qanday borish yoki qay yo'llardan borish, qanday qilib to'g'ri yo'nalish tanlash haqida sizga savollar tug'iladigan bo'lsa, albatta quyidagi raqamlar orqali yoki adminimizga murojaat qilishingiz mumkin. Men sizlarni o'z konsultatsiyamda kutib qolaman va farzandingizga manfaatli bo'ladigan eng to'g'ri yo'lni tanlashga yordam beraman.